Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, YouTube kuzatuvchilari. Bugun yana bitta zo'r joydan video qilyapman. Anchadan beri video qilganim yo'qdi. Bunaqa joy, yaxshi joy topsam video qilgim keladi-da, hozir ko'rsatib ketaman. O'sha Asqar akani bir video chiqdi, o'sha yerda yana bodring bo'yicha ko'rsatib o'taman. Xo'sh. Plantasiyam sporga olib keldik. Mana shu teplitsaga. Xo'sh, bugungi chislo 10-dekabr holati. 2025-yil. Mana Asqar akamiz o'zlari. Assalomu alaykum. Asqar aka. Salomatmisiz? Tetikkanamisiz? Charchamasdan hormay ishlar bilan. Mana yana bir sizni Tbilisiga kelsak odam havas keladi-da, dehqonlar sizdan boyaga motivatsiya bo'ladi. Bir ko'rsatib o'taylik dedik. Mana chiroyli qilib ko'rsatib, o'zingiz bir ma'lumotlar bering. Qachon ekildi, nima qildingiz? Tagiga tashalgan o'sha yerni taxlashingizni ham ayting-da, eshitsin-da odamlar. Ko'pchilik bunga e'tibor qilmaydi-da. Rossiyaga tashalgan, molni chiritilgan nurisi. Qattiqroq gapirasiz. Mol nurisi chiritilgan, somon tashaganmiz. Keyin o'zimizdan olingan o'sha nima biogimiz, ammofos, gidrokompleks, keyin ko'mir tashaganmiz. Xullas hammasini obrovodga qilib qo'shib, sho'latga keltirganmiz. Yerga tayyorlash jarayonini eshitib oldinglar, hammalaringiz qancha narsa tashalgan. Bir biogimiz yo bitta molni gung yo somon bilan emasda, bu yerda gidrokompleks o'sha ko'mirni qumi deydi, hokasi deydi, vodiy tomonda o'shandan ham tashalgan hattoki. Terim necha marta terim bo'ldi? Ikkinchi terim beramiz hozir holatga. Nasib bo'lsa, endi ikkinchi terimi. Bodringlarni mevasini ham ko'rsataylik. Mana holatini. Mana bu yerda terilganini ko'rsatamiz. Mana holatini chiroyligini. Hali bir marta pochin qilingan xolos, bu ikkinchi endi terim bo'lyapti. Sorti qanaqa bodring? Magnum sorti bodringni. O'tgan yil nevasi ekkandingiz, a? Neva ekkanman, endi. Almashtirib ekish bo'ldimi yo nima uchun nevani ekmay magnum ekdingiz? Bodringni sortini almashtirdik-da. Shunaqa. Boshqa navini sortini, boshqa navini. Nav almashtirdik-da. Bu shunga magnum. Uni ham biron bir sababi bormi yo o'zingiz prosta xohlab? Yo'q, o'zim xohlab shuni nevani o'rniga navni almashtirdim. Navasi samarasi yaxshi. Lekin bu yerda ham hosilni ko'rsataylik. Yana hosillarni ishlashini qaranglar. Buni ham shagini qanday qilib bunday kichkina qildingiz? Shagini o'zgina nevaga yaqin bo'lib qolibdi-da. Nima qilasizda? Nima qilish kerak? O'zgina juda sekreti bormi? Erkalatib sal sovuqroq ushlashda boshida chiniqtirasizda. Shunda o'sib ketmaydi. Siqsangiz, sayin namini ozuqasini yaxshi qilib borsangiz, azotli o'g'itlardan berayotgan bo'lsangiz, tezda o'sib ketib qoladi, ovlab qoladi. Shunga ozgina sal boshida sovuqroq ushlab olasiz. 15 tadan olganmiz bodring. Necha ushlaysiz? Temperaturani past ushlaganingizda necha ushlab turasiz? 15, 14 shundaymi yoki undan balandroqmi? Yo'q, boshida 16, 15 yarim shunday ushladik boshida. Xo'sh, keyinchi? Hozir 18 dan kam emas, eng pasti 18. Значит 15, 16 ushlab turish kerak ekan, 15 yarim. Mana shunda ushlab turinglar. Mana bu shaga deganda mana shu bitta bu barg bilan bar ikkita mevani oralig'idagi holatni aytyapmiz. Mana shu narsa bizga kerak emas. Keyin mana bu sen kerak emas. Chunki mana tepadagilari burchak bo'lishi mumkin. Mevasini chiroyli kamaytirasiz. Chiroyli bo'lmaydi. Shuning uchun narsadan voz kechamiz-da. Deganingiz ochko'zlik qilmay bemalol bitta ikkitasini olib tashlab chiroyli baribir beradi. Bunda bu ikkita kichkinaroq bo'lmay bitta katta bo'ladi. Qiynab qo'yamiz-da, keyin galofkani ham qiynab qo'yamiz. Ko'rganlaringiz mevani zo'r soldi deb hammasini qoldirish ham mumkin emas. Tim bo'li hozir mana dekabr oyida ahvol og'ir-ku, mana quyosh yetishmaydi. O'simlik baribir stress oladi, qiynaladi shuni hisobiga. Tekda mevani kamaytirganmiz. Uni ham bitta ko'rsataylik, boyagi bo'sh yerdan foydalanish. Bunga qaranglar, mana qalampirchalar. Buni narxi qanday? Navoiyda bitta Rustam ekadi-da, bu yerdagi yo'lni oldidagi. Boshqa hech kim Navoiyda men qalampir ko'rmadim-da. Endi hozir siz boshlabsiz. Shu Shakira sortidan bor. Shakira ham ekyapsiz? Shakira bilan kilodan ham bor. Bu yerga ekishda nam ko'p, bunaqa tepadan tushadi, u hech narsa qilmaydimi ekan? Yo'q, tepakidan yangi
nam ko'payib ketib, qalampirga nimasi yo'qmi? Ketishadi endi qalampirga plyonka tashlaymiz. Buni Tagida. pastiga, qora plyonka tashlaymiz. Imkon boricha shuni namini ko'tarilishini oldini olamiz. Tushunarli. Shunaqa mana mevalarni bu yerdan olsangiz, terilmagan joyda. Mana bu hozir bodring terilmagan joyi. Bizam debda ko'rsatib o'tamiz mana. Ko'rib turibsizlar mana mevalar. Bitta mevangiz necha kilo chiqyapti? Necha kilo bo'ladi? Mana necha gram deganim keladi. 180 200 gram atrofida mana shular, ha? Ha, bo'ldi. bozor uchun qo'yadi. Ha. Xohlagan Rangi ham chiroyli, bunaqa qop-qora emasda, o'tib ketmagan bunaqa chiroyli yashil bo'lib turibdi. Xullas kalam yoqqa kirib o'tirmadim. O'zi o'tgangi videoni ko'rganlar ko'pchilik biladi. Bu yerda hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Ya'ni mehr juda ham kuchli bu yerga qarash. ichi stressga qilingan, shu holatdan keyin ham yana ichi to'libdi. Qalampirim bizda Navoiyda ko'p yetmaydi, lekin qalampirni bir aytdimki, bir Rustam ekadi, shu mazasini bildi. Qalampirchida. Birinchi boshlaganda qayga sotardi bilmay yurardi-yu. Endi o'rgan. Xaridor yaxshi. Mana shakira degan sortidan. Shakirasi achchiq bo'ladi deydi. Uni dungasiga qaragan achchiqroq. U shirin qalampir deydi va hidi o'tkir bo'ladi, Lekin lekin yomoni o'sha atom deydi, mana bunchayna qalampirchi, kichkina limon rang, qizil juda kichkina. Atom deydi uni. Undan keyin to'qollar ham juda achchiq. To'qollar ham juda kichkinada. Qalampir. Tushunarli. Bu bemalol yesa bajarasiga qarchiladi. Aptetni ochadi. Endi bizning aqlimizda ko'proq yilmaydi, quruq iqlim bo'lgani uchun qalampir. Xullas mana ko'rib turganlaringizdek, hali Asqar aka yana bir kelaman. Bu yaxshi hosilga kirib bir pikka chiqdi, mana shu degan payt yana bir kelib ko'rsatamiz, o'tgan yilgidek qilib. Hozir dor olib kelsangiz yana zakasi. nasib Xudo xolasa, birga ishlaymiz. Ana shu Imkon qadar dehqonlarga tavsiya qilamiz. Mayli Asqar aka, sizga katta rahmat ma'lumot uchun. Salomat bo'ling, charchamang. Kelib turing. Mayli, salomat bo'ling.